Assalomu alaykum hurmatli hamkorlarimiz. Yangi SAF 1812 TDSS modelimizga yetib keldi. Bu model SAF 1812 TSBK modelimizning amaldorligi. Dizaynni ko'rayotgan bo'lsanglar, analiz qilingan yog'iga grey, yog'iga zo'r kачество stainless stil ishlatilgan. Ikki variantidan yana bir plus tarafi, bu bilasizlar TFT display bo'ladi. Eski variantida 12 ta avtomatik programma bor edi. Hozir yana 3 ta avtomatik programma qo'shilib, hozirgi vaqtda 15 ta avtomatik programmani o'z ichiga oladi. Ham logosi nikeldan qilingan. Bu logo ko'chmaydi, mana ko'rsatib ko'rsatyapman. Litraj hali 6,5 litr. Xuddi eski variantidagi, lekin izmeneniyasi nimada bo'lgan? Hozir bunda ikkita pastida va tepasida. Eski modelda faqat tepasida ten bo'lardi. Hozir pastda ham bor. Bu dunyoning hamma shunga o'xshagan pirojnilarni bemalol qilsak bo'ladi. Bu modelimizda ushbu choynagimizdagi set bo'lgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, imенно grey joylari ham, seri joylari ham bir xil va nержавеющий stil, именно stainless stilli bir xil turda eng yaxshi kачество ishlatilgan.